Avvalo assalomu alaykum. Mana shu aziz dargohni aziz qatnashchilari, hurmatli ustozlar, akalar, ukalar, do'stlar, birodarlar, uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, qudalar, qudag'aylar, xush kelibsizlar. Mana bugun tumanimizning ko'zga ko'ringan ajoyib xonadonlarda, Toyir akamizning xonadonlarida chiroyli nikoh kechasini debocha qismi bo'lyapti. Hammamizning yaxshi niyatimiz kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, vali bo'lsin. Nasib etsa 1 yildan keyinmi, 2 yildan keyinmi kelin-kuyovlarimizni chiroyli o'g'ilchalarni to'ylarida hammamiz qatorimizdan xato bo'lmasdan kelib, yana shu Toyir akamizning xonadonlarini xursandchiligiga sherik bo'laylik. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin, o'zbegimizga ko'z tegmasin, o'zbegimizni oqibatiga ko'z tegmasin. O'zbek qayerga borsa ham o'zbekda. O'zini so'zini ham bermaydi, gapini ham bermaydi-da. Qarang, o'zbek Fransiyada yurganmish. Fransuz og'aynisi o'zbekda aylantirib Parijga olib boribdi. Parijda fransuzlarning maqtanadigan minorasi bor, Eyfel minorasi. O'zbek Eyfel minorasini tomosha qilib, qiziqib, mana minorani nech kunda qurgansizlar desa, fransuzning maqtangisi ketdimi? 3 kunda tikka qilib qo'yganmiz debdi. Minorani o'zbek olib qochdi debdi. Va soat kelib fransuz O'zbekistonga kelib qoldi-da. O'zbek ham fransuzda aylantirib Buxoroga olib boribdi. Buxorodagi eng baland minorani fransuz ham ko'rib qolib, qiziqib, sizlar mana minorani nech kunda qurgansizlar desa, o'zbek bilmadim. Ertalab o'tib ketyapti-da, yo'q deyarmish. Bizi o'zbek bilan hazillashaveradimi? Qayerga borsa ham so'zini ham bermaydi, gapini ham bermaydi-da. Zamon rivojlanib ketyapti-da, ayniqsa sotli kompaniyalar rivojlanib boryapti, to'g'rimi? Va paynekchi ham ko'payib ketdi. Dangasa ishdan qochar, ish yoqmas, paynek ochar deyishadi-da. Paynekchilar yo'qmi ichimizda? Ama paynekchilar kompyuterni ham, sotli telefonni ham zo'r biladi-da. Lekin paynekchi bilan paynekchi sotli tilda gaplashar ekan-da. Qarang, paynekchi yigit paynekchi qizni yaxshi ko'rib qopti-da. Qizni oldiga borib, qizga qarab turib, ro'parangizdagi abonent sizdan turmushga chiqishingizni iltimos qiladi desa, qiz ham paynekchi-da. Menga uylanish uchun hisobingizdan mablag' yetarli emas debdi. Desa, yigit men bilan hazillashmang, dadam savdogar, VIP paketda. Dadamni balansidan qarz olamiz desa, qiz qaysarlik qilib, dadangizni balansi enangizdan ortmayapti debdi. Desa, yigitning jahli chiqib, tilingiz mingcha zahar, chipingizga virus tushganmi nima balo? Agar sizga uylanmasam, uyga borib bezuvga qo'yib qo'yaman desa, qizam bo'sh kelmasdan, men ham sizga turmushga chiqib olsam, vibratsiyaga qo'yib olib rosa qaltirataman degan ekan. Shuning uchun zamonga ko'z tegmasin, rivojlanishiga ko'z tegmasin. Endi bilasizlarki, bizni vodiy xalqi askarni kulgini yaxshi ko'rganligi uchun gap tutaydi, gapni ham ilg'ab oladi-da. Mana oddiy misol, 60 ga kirgan akaxonimiz 80 ga kirgan otaxonga qarab, ota debdi, yoshim 60 dan o'tib qoldi-yu, ayollarga bo'lgan qiziqishim kuchayib boryapti desa, 80 ga kirgan otaxonimiz bo'lishi mumkin. Shamam o'tishdan oldin bir yorug' yonib oladi deyarmish. Bir qo'lda qarang Murodjon. Murodjon o'zimi? Omon bo'ling, sog' bo'ling. Shuning uchun ayollarimiz doimo go'zal, dilbar bo'lib yursinlar-da. Bir yigit og'aynisini oldiga boribdi-da. Og'ayni debdi, xotining sal xuniyroq-u, nuqul xotiningni quyoshimdan maqtaysan. Xotining bilan quyoshni qanaqa o'xshashligi bor desa, quyoshga ham qarab bo'lmaydi, bizni xotinga ham qarab bo'lmaydi degan ekan. Shuning uchun ayollarimiz go'zal, dilbar bo'lib yursinlar. Endi bilasizlar, Oltiariq san'atkorlar yurti. San'atkorlar juda ham ko'p bu yerda.
Mana Ro'zimatjon o'tirishibdi, mana Orifjon Hakimov shu yerda qolaversa, mana Ramizbek xizmat qilishyapti Vahobjon bilan. Kimga so'z bering endi, Vahobjon? Raisimiz qanilar? O san'atkorlar ikki oz tabrlab qo'ysinmi? Kelinglar, Ro'zimatjonni, Orifjonni kelinglar, bir juft qo'shiq bilan sizlar ham tabriklab qo'yinglar. Marhamat. Hakimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulg'ani Karimovning oltaridagi arvohi